Demak, hammaga assalomu alaykum. Ferozbek Hurmatov va bugun shanba, 8-mart Xalqaro Xatqozlar bayrami va shu bilan barcha xatqozlarni bayram bilan tabriklayman va ro'zador Ramazon oyi bilan ham tabriklayman hammani. Demak, bugun shanba bayram bo'lgani uchun men doim borib dars qiladigan joy kutubxonami yo'q, Ijod saroy. Mustaqillik bekatidagi u yer yopiq. Menimcha o'shaning uchun bugun shanba kuni avvaldan o'ylab qo'ygan blogimni olishga harakat qilyapman. Bilmayman oxirigacha yetkaza olamanmi yoki yo'qmi. Lekin bu vlogni olishni O'zbekistonga kelganimdan beri rejalashtiruvdim. Qanaqa? Masalan, men birinchi bor Paxtakor bekatiga borganimda уже boshqacha atmosfera bo'lganda, milliylik va men umuman ko'rmagan boshqa chiroy. Shuning uchun hozir Beruniy bekatdan boshlab, metro stansiya bekatdan boshlab iloji boricha barcha metro bekatlarini ko'rib chiqishni niyat qildim. Sababi nima? Men birinchi kelganimda ko'zimga boshqacha ko'ringan va turistlar ham ko'p. Bu bekatda tabiiy metro bekatlarida tabiiyki Xitoydan, Germaniya, Fransiya, Angliya. O'shaning uchun men o'zbek bo'lib shu yerda yashayapman. Nimaga ko'rmasligim kerak? Va bu blog esa просто xotira keyinroq ko'rib chiqish uchun. Va men Tishli bekatdan boshlayman vlog olishni. Sababi meni kvartiram shu Tishli bekatining yonida. Vlogdan nimalar kutish mumkin? O'zim ham ayta olmayman nimalar bo'ladi. Просто freestyle vlog qilyapman hozir. Va oxiriga yetkaza olamanmi yo'qmi, uni ham bilmayman. Xullas, Beruniy bekatdan tutib, menimcha uzog'i ikkita liniyani obzor qilib bera olsam kerak. Ulardan biri Chilonzor liniyasi, nima deyiladi bilmayman. Va Berun. Kuzatishda davom eting. Men hozir Tishli bekatiga tushib ketyapman. Hozir mana Tishli bekatiga ham keldim. Voy, ko'rishingiz mumkin. Qandillar. Bu yo'lda mozaika turli xil. Bilmayman nimaga bunaqa, lekin juda chiroyli. Bu metro va ikki tarafda ham shunaqa mozaikalar. Biroz kamera qiyshayib qolibdi. Mana yerda tinchlik. Bu yoqda metro keladigan joy. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Qandillar chiroyli. Shohona. Shunday. Xullas, hozir Beruniyga metro keldi. Men shunga chiqaman-da, hozir Beruniy bekatdan obzor qilishni boshlayman. Xullas, hozir Beruniy bekatiga ham keldim. Bu yerda chiroyli qandilni ko'rishingiz mumkin. Rasmga ham olaman. Hozir rasmini ham ko'rsatib ketaman. Sababi bu yerda hozir odam ko'p. Shuning uchun oldindan ko'rsata olmayman deb o'ylayman. Bu yerda men boya kelgan metro ketyapti. Yana qayergadir. Sababi oxirgi bekat. Men oldin shu atrofda turardim va o'shaning uchun bu bekat menga juda tanish bo'lib qolgan. Men sezgan yana bitta narsa, bu yerda qanaqadir me'mori yoki kimdir
kim ishlagan haqida ma'lumot bor. Hozir ko'rsatib o'taman uni. Me'mor Muzaffarova Feruza. Va bunisi Tabibov, menimcha Tabibov Abduvoris musavvir. Buni endi qanaqa qoladi bilmayman. 1991-yil. Bu yo'lda. Tepani qanaqa nima qilinganini ko'rish mumkin. Ishlanganini. Mana shunday chiroyli handallar. Xullas hozir bitta Rayhon Beruniyning arab tilida ismi devorga tushirilgan variant bor edi. Men uni rasmga oldim, sababi u yerda odamlar metroga to'lov qilib o'tardi, shuning uchun videoga olmadim. Va hozir narga chiqishlarga qarab ketyapman. Sababi bu yerda ham adashmasam bir qanaqadir yozuv yoki qiziqarli narsa bor. Xullas shu narsa. Xullas narga tarafga chiqdim. Hozir bu yoqda ham ko'rsam bir xil. Mana o'sha yozuv arab shaklida. Xullas hozir bir qiziqarlimi, bilmayman. Aytib berishni lozim topdim. Men boyagi rasmni kameraga olayotgan paytimda shunaqa chiqib keldingizmi yoki nima qilyapsizmi? Nima deydi? Просто syomkaga oldim, xolos dedim. Odamlar emas. O'sha Rayhon Beruniy ismi tushirilgan devorni. Xullas shu narsa. Umuman bo'lgani yo'q. Men endi keyingi bekat Chorsu bekatiga boraman. Sababi tinchlik уже ko'rdik va Beruniy. Hozir Beruniydamiz va endi Chorsu bekatiga yo'l olamiz. Kuzatishda davom eting. Xullas mana Chorsu bekati. Bu yerda so'roqdan ko'rishingiz mumkin. Umuman boshqacha dizayn. Va bu yoq tarafda hozir kamera aylantirib ko'rsataman. Bir narsani aytib o'tsam, bu Chorsu bekatiga asosan ko'proq turistlar shu yerga keladi, sababi bu yerda Chorsu ovqat bozori asosan shu milliy taomlarni tatib ko'rish uchun va shuni yonida Ko'kaldosh madrasasi va Xo'ja Ahro Vali masjidi bo'lgani uchun ko'pgina juma namozini o'qiydiganlar ham shu masjid metro bekatiga keladi yoki bozordan o'zi chiqishadi shu yer nimaga. Xullas hozir bir nechta rasmlar endi va blok davom etaveradi. Xullas ikki tarafda ham mana bir xil nima dizayn, yana ikki tarafda ham. Va hozir ikkala kirish joyini ko'rsatib o'taman. Xullas bu bekatda har doimgidek odam gavjum. Xullas odamlar ko'pincha masalan shanba, yakshanba kunlari masjidga yoki dam olishga yoki o'sha bozor o'char qilishga, ro'zg'or qilishga shu bozorga kelishadi. Va bu yoqda turistlarni ham ko'proq ko'rishingiz mumkin. Xitoy, Koreya aytib o'tganimdek milliy san'atimizga qiziqadigan davlatda yoki xullas sayohatni o'ziga hobbi qilib olgan odamlar. Va hozircha shular. Endi keyingi bekat o'taman menimcha. Va agar metrodan qolib ketmasam albatta. Mana Ofurg'ulon bekatiga ham yetib keldim. Menga eng yoqadigan bekatlardan biri, sababi o'zi mana qandillarga ham qarasangiz, umuman boshqacha dizayn. Hozir boshqa nimalarni ham miniatyurga ko'rishingiz mumkin. Masalan, hozir Oqpanda turgan mashina
Ofrulon ismi tushirilgan. Bekatning nomi bu yoqda. Va bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Yana bitta miniatyura. Buni rasmga oldim. Ko'rsatib ham joylab o'taman videoga. Hozircha men mana bu nima deyman? Olishim kerak rasmga. Sababi просто xotira. Va yillardan keyin qarab ko'z quvonadigan rasm. Plus keyingi bekatga o'tishdan oldin birinchi ochiq kirish joyini ko'rib chiqishni o'ylab ko'rdim. Albatta keyingi bekat Alishernoy. Ungacha biz kirish joyida ham bu narsa bo'lishi kerak. Shuni ko'rib keyingi bekatga o'tamiz. Va taxmin qilganimdek, rostdan shunaqa hozir ko'rsataman. Taxmin qilganimdek, metroga o'zgacha chiroy bag'ishlab turgan usti. Va bilmayman bu qanaqa ma'no anglatadi. Buni yaratuvchilarini bir yozilgan bo'lsa qarab ko'raman albatta. Hozircha keyingi bekat Alishernoy. Biz hozir mana shu yo'q mikrofon. Hozir mana Alishernoy bekatdaman. Bu yerda ko'rib chiqish mumkin bo'lgan san'at turi juda ko'p. San'at xuddi bir san'at bo'yicha fanlarni yo'qqa doktorlik. Plus bekat juda ajoyib. Bu yoqda ko'proq har xil miniatyuralarni ko'rishingiz mumkin. Va o'zi tepani o'zi ham aytib turibdi qanaqa bekat ekanini. Va hozir endi shu bilan bekatni ko'rsatib blogimizni davom ettiraman. Menimcha keyingi bekat ko'rib boradigan bekatimiz O'zbekiston. Va undan oldin bir nechta rasmlar olganman. Sababi bekat juda gavjum. Video olish deyarli imkonsiz. Va o'zim ham buni qanaqadir odamlar qarayvergani uchun bu o'zimga ham qiyin. Shuning uchun rasmlar orqali bekatni tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi bekatga o'tishdan oldin menimcha Paxtakor tarafdan kirish joyida bitta nima bor edi, chiroyli miniatyura. O'shani ko'rib keyingi bekatga o'tamiz. Mana sizlarga aytgan miniatyura deyiladimi yo'qmi bilmayman, lekin hozir buni nima deyishni ham bilmayman. Devorga ishlangan rasm yoki yana nima bilmayman. Xullas hozircha sizlar bu yoq tarafda hozir Alishernoy o'zini haykalini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda hozir bu yoqda Alishernoy buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri, o'zbek adabiyoti va adabiy tilining asoschisi. Bu yoqda yana boshqa dizaynlar va mana qilaveramiz. Va mana bu yerda bitta dizayn tugaydi. Bularni albatta rasmga olib chiqaman.
Xullas, O'zbekiston ketli metroda odam kam, shuning uchun ovoz qattiq chiqmasligi uchun sekinroq gapiryapman. Bundan biroz xijolatdan bo'lyapman. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin O'zbekiston gerbi, O'zbekiston bekati. Bu yerda ko'rishingiz mumkin mana o'zgacha qandillar, juda chiroyli. Va hozir metro bekatini ko'rishda davom etamiz. Albatta rasmlar bilan rasmga ola olaman bu joydan. Demak, bu bekatga ko'p kelmaganman, shuning uchun kirish joyini ko'rib nazoratga chiqishni o'ylayapman. Bu yoqda xodimlar, reklama bannerlari. Xullas, hozir bir narsani bilib qoldim. Metro xodimidan so'rasam, o'zim ham o'ylab turdim, shu qandil paxta shaklida yoki paxtani ardoq milliy bo'limiz shu ardoqlab qilinganmikin deb turdim. Bu rostdan ham shunaqa ekan. Hozir xullas metro keldi va men O'zbekiston bekatidan keyingi manzil kosmonavt bekatiga o'taman. Bu yer ham juda ajoyib. Vlogni kuzatishda davom etishingizni so'rab qolardim. Hozir kosmonavt bekatidaman. Tepada o'zgacha ishlangan shift. Bu bekatni o'zi tasodifan qo'yaman, adashib boshqa metroga chiqib olib, kelib qolib, bu yerda bu payti telefonim zaryad bo'lmagan. Shuning uchun rasmga tushira olmaganimga biroz afsuslanganman. Mayli, hozir kelib ko'rib chiqamiz. Bu yerda kirish joyini o'zida ajoyib dizayndagi nimadir. Menimcha quyosh sistemasi tasvirlangan bu yerda. Va kamerani nariga tarafga aylantiraman, sababi bekat tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada chiroyli. O'zgacha ishlangan. Va albatta bu yoqda kim deydi? Ketsi Olkovskiy. Bu yerda kosmonavtlar bekati. Bu yoqda yana bitta rasm Mirzo Ulug'bek tasvirlangan. Adashmasam bekat o'sha Rossiya Sovet Respublikasining o'sha 70-yillarda oyga fazoga birinchi marta qilgan parvoziga sharaflanib qilingan bu bekat, adashmasam. Shuning uchun bu yerda ko'proq astronavtlar, shunaqa kosmonavtlarning rasmi yoki Mirzo Ulug'bek kabi mashhur astronomlar, shular rasmi bor. Va menga yoqqan yana bir narsa bu hech bir bekatda topilmagan. O'zi har bir bekatda qandillar o'zgacha. Bu bekatlar ham shunaqa. Va ajoyib usulda ishlangan ustunlar. Mana shu shisha. Bu yoqda bilmayman nima. Bu yerda bizani yurtdan, O'zbekistondan bo'lgan kosmonavt va nuqta Vohidjon, menimcha ismi bilmayman, ko'rib yozib qo'yish kerak. Va nuqta A Jonibekov kosmonavt tasvirlangan. Va ko'rishda davom etamiz. Va bu yerda esa
birinchi ayol kosmonavt Tereshkova tasvirlangan. Bekat jimjit. Shuning uchun sekinroq gapirishga harakat qilyapman. Va bu yerda dunyodagi birinchi kosmonavt Yuriy Gagarin. Va bu kosmonavtlar bekati edi. Hozircha shular. Va shu paytgacha hozir menimcha Beruniy, Tinchlik, G'afurg'ulom, Alisher Navoiy, Chorsu va O'zbekiston va kosmonavtlar 7 yo 8 bekat ko'rdik, sanash esdan chiqdi. Lekin ularning ichida menimcha menga hozircha eng ma'qul kelgani bu G'afurg'ulom bekati va kosmonavtlar bekati bo'ldi. Bilmayman nimaga, menga qanaqadir dizayni yoqdi. Lekin shu paytgacha ko'rib kelayotgan barcha bekatlarimda qandillar umuman har birida o'zgacha ishlangan. Bunda masalan umuman boshqacha, G'afurg'ulom bekatida boshqacha, O'zbekiston bekatida paxta shaklidagi qandillar milliy boyligimizni ulug'lab. Hozir shular. Men endi keyingi bekat Oybek bekatiga o'taman. Menimcha yozuvchi Oybek sharafiga nomlangan bekat. Hozircha shular. Xullas hozir Oybek bekatidaman. Bu bekatdan shuni boshqa bir liniyaga пересадка qilsa bo'lar ekan. Va bundan keyingi bekat qaysi? Yoki adashdim menimcha. Sababi o'z kosmonavtlardan keyin Toshkent ko'rsatdi. Yo'q, Oybek bekati orasidan. Bundan keyingisi Toshkent bekati. Bekat ko'rinishi mana shunaqa. Qandillar aytganimdek o'zgacha. Osma qandillar yo'q, lekin shunda ham baribir boshqalardan ajralib turadi. Va bu yerda ko'rish mumkin. Ustunlar o'zgacha dizaynda. Hozir metro ketdi. Shundan keyin obzorni davom qildirmasam, menimcha hech qanday ovoz eshitilmayapti o'zi. Hozir metro ketgandan keyin davom qildiramiz. Va nihoyat metro ketdi va biz bekatni tomosha qilishda davom etamiz. Va mana shu yerdan keyingi chiziqqa o'tiriladi. Bekat chizig'iga. Bu yerdan Minyorik bekati bor menimcha. Va bu yerda kutuvdim kamida Oybekning rasmini. Lekin hozircha uni ko'rganim yo'q. Lekin qarashda davom etamiz. Balki nariga kirish eshigi tarafdadir. Va taxmin qilganimdek Oybek rasmi kirish joyida tasvirlangan ekan. Va keyingi bekatga o'tamiz. Toshkent. Albatta keyingi bekat. Va nihoyat Toshkent bekati. Bu yerda kirish joyi. Rasmni ham qo'yib ketaman. Va bekat har doimgidek bir xil joy. Umuman yetakroq boshqalarga o'xshamaydigan va yana har doimgidek o'zgacha qandillar va o'zgacha ustun. Bu yoqda
qadr işte ikkita erkak, o'rtada bitta ayol tasvirlangan. Bilmayman qanaqa ma'no anglatadi. Uni ham rasmini videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Toshkent bekatdan xullas shular. Va keyingi bekatga boramiz. Endi mashina sozlar bekati ekan. Keyingi bekat va bundan keyin oxirgi bekat Do'stlik. Va shu bilan biz Beruniydan Do'stlikgacha bo'lgan bekatlarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Va blogni kuzatishda davom eting. Xullas shunaqa gaplar. Hozir mana Do'stlik bekatidaman. Do'stlikmish. Mashina sozlar bekati. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mashina sozlar yozuvi va barcha bekatda bo'lganda bu yerda ham o'zgacha chiroqlar, ya'ni qandillar o'rnatilgan. Bu bekatni boya gapirayotganda metro kelib qoldi. O'shaning uchun videoni to'xtatdim. Plus aytganimdek o'zgacha ustun, ustgacha qandillar bir taraf kirish qismi yopib qo'yilgan ekan. Hamon boshqa qismini ko'rib chiqaman hozir. Kirish qismi. Bu yerda tabiiyki nimadir bor, qiziqarli. Va taxmin qilganimdek ikkala tarafda ham o'zgacha bezak. Va undan ham o'zgachasi biz ko'rsatib o'taman. Biz shu narsa o'zgacha uslubda yaratilgan shisha va temirlardan iborat. Va nihoyat Do'stlik bekati. Beruniydan Do'stlikgacha bilmayman nechta bekat bor, lekin va oxirgi bekat bu bekat. Endi tepada ko'rib turganingizdek o'zgacha yana qandillar, o'zgacha ishlangan shift, manimcha temir yasalgan. Bilmayman qanaqa gap aytish mumkin bu bekat haqida. Shuning uchun prosta bekat tomosha qilishda davom etamiz. Bu bekatda unchalik tomosha qilsa bo'ladigan narsa topa olmadim. O'shaning uchun bu bekatdagi sayohatimizni yakunlaymiz. Va mana poyezdim ham kelib qoldi. Va keyingi navbatda Alisher Navoiy bekatiga boraman va o'sha yerdan sayohatimizni davom ettiramiz. Xullas, men hozir Paxtakor bekatdaman va keyingi bekat bu boradigan bekatim bu Buyuk Ipak yo'li. Shu yo'ldan boshlab Chinorgacha bo'lgan bekatlarni ko'rib chiqishni ko'zda tutyapman. Hozir bekatdan bu qiziqarli joylarni siz bilan ulashib o'taman. Xullas, bekatda odam juda ko'p. Shuning uchun boshqa kirish joyiga o'tib oldim. Bu yer yopiq, shuning uchun odam kamroq bu yerda. Va bekatga e'tibor beradigan bo'lsak, nomidan kelib chiqadi Paxtakor. Ko'pgina asosan paxta shakli tushirilgan bekatga. Va bu yoqda yana ko'rishingiz mumkin. Ustunlar ham boshqacha ishlangan. Qandillar bu ham o'zgacha. Bu taraf yopiq. Nimaga? Sabab bu yoqda ustalar ishlashyapti. Elevator nimadir? Nomini bilmayman, hech qilib. Zinani tuzatishyapti. O'zida yuradigan zina, olib chiqadigan zina. Hozir nomi esimga kelmay qoldi. Hozircha shular. Va keyingi bekat Buyuk Ipak yo'li.
shu yoqdan tutib Chinorgacha bo'lgan bekatlarni ko'rib chiqishni ko'zda tutdim. Bu bilan va hozircha shular. Nihoyat Chilonzor liniyasidagi birinchi bekat Buyuk Ipak yo'li bekatidaman. Birinchi e'tiborimni tortgan narsa shiftni o'zgacha tarzda yasalgani hozir ko'rsatib o'taman. Va orqa tarafda ham ko'rishingiz mumkin. Ikki tarafda ham kirish joyida shunaqa qo'yib ishlangan, toshdan qo'yib ishlangan rasm surat bor. Bu yoqda Buyuk Ipak yo'li va tepaga e'tibor beriladigan bo'lsa, yaxshilab ko'rsatish uchun kamerani aylantiramiz hozir. Mana shunaqa tarzdagi nechta nimalar, devorlar, shiftga shunaqa tarzda qandillar osilgan. Qandilmi bu? Yo'q, aslo qandil emas. Lekin tepada ko'rish mumkin yana boshqacha naqshlar va shunaqa tarzda bezatilgan. Ardongidek o'zgacha, hech qaysi bekatda ko'rinmagan va shunaqa narsalar. Hozircha shular. Endigi navbat keyingi bekat menimcha Pushkin. O'sha bekatga borib sayohat davom ettiramiz. Xullas, Pushkin bekati kirish joyini o'zida o'zgacha qilmadi. Biz qanaqadir Rossiya imperiyasi saroylarini eslatib o'radigan. Bu yerda Pushkinni surati osilgan. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, rus shoiri. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Boya qandillardan ko'plab osilgan. Tepa ardongidek o'zgacha. Men kutuvdim. Bu yerda bu tarafda qanaqadir Pushkin surat solingan, lekin afsuski yo'q. Bu bekatning o'zi qanaqadir o'rta davrlarga, o'rta asrlarga tushib qolgandek his beradi deb o'ylayman. Bu yoq kirish joyi, narigi kirish joyini ham ko'zdan kechirib chiqamiz. Pushkin bekatining narigi tarafi bu yoq ham o'zgacha tarzda dizayn qilingan. Narigi tarafda ikkita farishta o'rtasida Pushkin turgan bo'lsa, bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Unaqa rasm yo'q. Va qandillar bu yerda kam. Lekin shuni o'zi ham bekatga joziba bag'ishlab turibdi. Va keyingi bekat adashmasam Hamid Olimjon. Va xullas shular hozircha. Hozirgi bekatim aytganimdek Hamid Olimjon va bu yerda odam kamroq, yaxshiyamki odam kamroq, sababi bu chiroyni ko'rsatish imkonsiz bo'lardi odam ko'p bo'lganda. Xullas kirish qismiga ketyapman hozir. Bu yerda nimadir topishim mumkin deb o'ylayman. Afsuski yo'q, hech narsa yo'q tepada. Lekin e'tibor qaratish mumkin bo'lgan joy bu o'zgacha mana bunaqa stullar va o'zgacha tarzda bezatilgan yana shift. Bu yerda qandil yo'q, lekin yoritish uskunalari hech biriga o'xshamagan tarzda, hech bir bekatga o'xshamagan tarzda bezatilgan. Bu bekatdan hozircha shular. Bekatning asosiy ko'rinishi shunaqa. Hamid Olimjon bekati, lekin bu yerda men kutuvdim.
kamida yozuvchi Hamid Olimjonning asarlari yoki roman kitoblari tasviri, lekin adashgan ekanman bu yerda ham. Bu bekatda ham boshqa bekatdagilar singari kirish eshigi qurilishi ketyapti. Qanaqadir ko'rgan, menimcha ko'pchiligida shunaqa ahvol. Bir taraf ishlayapti, bir taraf ishlamaydi. Bu yoqda ham yana bitta o'zgacha dizayl. Va keyingi bekat, bilmayman qaysi bekat, Hamid Olimjondan keyingi. Borgandan keyin aytib o'taman. Keyingi bekat Amir Temur xiyoboni bekati ekan. Bu bekatda men kutuvdim. Amir Temur haykali yoki rasmi. Lekin tabiiyki o'zgacha naqshlar bor. Kirish qismida ham hech qanaqa Amir Temurga aloqador narsa yo'q. Va menimcha shular bu tarafda. Lekin bekatga e'tibor beradigan bo'lsak, asosan o'zgacha naqshim bor. Shift, ishlangan shiftlar ko'rishingiz mumkin. Tepada hozir o'zgacha boshqa rakursdan ko'rsataman. Bekatda o'zgacha bo'lgan bitta shu shift. Va birmuncha ustunlarda o'zgacha naqshlarni guvoh bo'lishingiz mumkin. Va menimcha bu bekatda boshqa kuzatsa bo'ladigan reklamalardan tashqari boshqa narsa yo'q. Shuning uchun narigi bekatga o'tamiz. Shu yo'nalishda keyingi bekat Mustaqillik maydoni. Mana bu bekatga ko'pdan beri shu bekatdan Yoshlar ijod saroyiga o'tardim. Ko'pincha shu bekatni ham biroz ko'rib chiqamiz. Va mana Mustaqillik bekati, Mustaqillik maydoni bekati bitta. Va bu yerda uchratishingiz mumkin bo'lgan o'zgacha shiftga osig'liq qandalar. Biroz ko'rinmayapti, mana ko'rinyapti. O'zgacha shiftdagi naqshlar va shu kabi narsalar ko'rishingiz mumkin. Va biz keyingi bekat, menimcha adashmasam Paxtakor, undan keyingi bekatga o'tamiz. Bu Xalqlar do'stligi. Va hozir shular. Xullas, hozir ham Mustaqillik bekatidaman. Bitta yumush bilan tepaga chiqdim. Va ko'rib qolgan narsam hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda to'y tasvirlangan haykal. Hozir kamera aylantirib ko'rsataman. Xullas, shunaqa Mustaqillik maydoni. Kirish joyi, hozir ham bunda ham bitta kirish joyi ishlayapti. Va bu yerda menimcha adashmasam to'y tasvirlangan. Va bu yerda yozilgan Yangi Toshkent timsoli Xalqlar do'stligining erkin timsolidir deb yozilgan. Xato o'qidim biroz. Mayli. Va keyingi bekatga ketaveramiz. Xalqlar do'stligi bekatiga. Va nihoyat Xalqlar do'stligi bekati. Bu yerda yana e'tiborga tortadigan narsa yana shift. Tabiiyki devorda turli xil har tarafda 3 tadan mozaika shakllar tasvirlangan ekan. Uni albatta videoga olishga ham harakat qilaman, lekin birmuncha murakkabroq, sabab bu yerda odam juda ko'p. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bu yoqda aytgan mozaika va bu yoqda poyezd kelyapti. Xullas, hozirgina
asosiy o'tish joyidan, kirish joyidan qaytyapman. Tepada shiftni ko'rishingiz mumkin. Bir muncha ajoyib. Va bu esa boyaga aytayotgan o'zi yuradigan zina qurilishi. Bu yerda shu yakuniga yetgan ekan, shuning uchun hozir ko'rishingiz mumkin. Va hozir biz Xalqlar do'stligi bekatidamiz. Va keyingi bekat adashmasam Novza. Hozir ko'ramiz. Xalqlar do'stligi va Novza. Yo'q, adashmang, bu Milliy bog' keyingi bekatimiz. Shu yerda sayohatimizni davom qildiramiz. Va nihoyat Milliy bog' bekati. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Turli xil qanaqadir reklama yonida shunaqa san'at asari. Va bu yoqda bir nechta shunaqa nimalar bor, lekin dizayni birmuncha o'xshash bo'lsa ham turli xil. Bu yerda masalan ikkita inson sunmay chalayotgani tasvirlangan. Va bu tarafda bayroq hilpiratayotgan askar. Va yonida qanaqadir yana bir amaki telefon maqtab turibdi. Va bu yerni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib ustimda yana naqshbor shift. Va bu tarafda ham o'zgacha devor naqsh berilgan devorga. Shu narsalar. Bu yerda bilmayman nima tasvirlangan. Menimcha ikkita askar nimanidir qo'riqlovchi. Va bu tarafda adashmasam qanaqadir sportchi. Va biz shu tarafdan Chilonzor liniyasi bo'yicha keyingi bekatimiz Novza bo'ladi. Shunday Chinor bekatigacha hozircha shular. Va biz keyingi bekat Novzaga yo'l olaveramiz. Shunaqa holda. Va nihoyat Novza bekati va shuncha metro bekatiga borib metroni tasvirlashga umuman so'z qolgani yo'q. Lekin yana o'zgacha yasatilgan shift va o'zgacha metrodagi atmosfera. Hozir uni kamera orqasiga aylantirib sizga namoyon qilaman. Va meni qiziqtirayotgan jihati bu kirish joyi. Bu yerda ham o'zgacha yasatilgan. Va buni ham ko'rib keyingi bekatga o'tamiz. Keyingi bekat bilmayman qaysi, bu yoqda qanaqadir tasvir. Va boyagi yasatilgan shiftni yaqindan ko'rishingiz mumkin. Va keyingi bekatga yo'l olyapmiz. Bilmayman keyingi bekat qaysi, ko'ramiz. Va Mirzo Ulug'bek bekati. Bu bekatda e'tiborni unchalik tortadigan hozircha narsa yo'q. Bilmayman, hozir shuncha bekat ko'rganimga shunaqa tuyulyaptimi? Hozircha ko'zga normal tashlangan. Ustunda. Va endi kirish qismlarini tekshirib ko'rishni o'ylayapman hozir. Bu yerda ham qanaqadir qiziqli narsa bo'lsa, afsuski yo'q. Bu yerda unchalik o'zgacha narsa topganim yo'q. Faqatgina shiftlar temirmi bu narsa bilan qoplangan. Boshqa bekatlarda adashmasam ko'rmadim bunaqa.
tarzda ishlangan shifrlardi. Lekin tasavvurimdagiday emas bekat. Mirzo Ulug'bek nomiga bilmadim, mos kelish yoki kelmas. Balki tumaniga nisbatan ulangandir. Aynan astronom Mirzo Ulug'bekka emas, balki. Va biz shu tarzda sayohat davom qildiramiz. Hozircha soat 6. Bu degani biz menimcha uzoq mana shu liniyani ko'rib blokka yakun yasayman. Men ko'rmagan liniyam bu Yunusobod liniyasi va Qo'yliq taraf yangi menimcha 2-3 yil bo'ldi. Bu tarafni ochilganiga o'sha bekatlarni ko'rmaganim bo'ldi. Hozircha shular. Keyingi bekat menimcha Chilonzor yoki Olmazor, bilmadim. Va Chilonzor bekati. Bekat oldingi bekatdagi qanaqadir nima deydi? Bu bekat kutganimday chiqdi, o'zgacha. Va tepada ko'rishingiz mumkin. Katta qandirlar. Bunaqasidan bu yerda bir nechta topiladi. Va devordagi ajoyib bezatilgan miniatyura. Ushbu qandirlar menga ertakdagi nima deydi? Qanaqadir ertaklarni eslatib oldi. Va bu yoq tarafda ko'rishingiz mumkin. Turli xil rasmlar hozir bilan ko'rsatib chiqaman. Va blogimizga shu yerda yakun yasaymiz. Sababi soat уже 6:11 va men shu yerdan to'g'ri tinchlikgacha borish kerak. Menimcha bungacha ham 40 minut daqiqacha vaqt olsa kerak. Va hozircha shular. Demak, hozirgi videoni montaj qilib bo'ldim. Montaj qilish demasa ham bemalol kirib ko'rsa bo'ladigan holatga olib keldim. Va yakunda video yakunlab qoldi. Va yakunda o'zimni shu vlog yoki sayohatdan olgan taassurotlarim yoki metro sayohat qilish davomida ko'rgan kamchiliklarimni ulashib o'tishni lozim topdim. Demak, soat 12 dan deyarli 6:30 gacha 22 ta bekatni bosib ko'rib chiqdik. Va bu bekatlarda ko'rgan asosiy kamchiligim, bu birinchi kamchilik, bu reklama bannerlari. Hamma bekatda ko'rdim bu narsani. Va bu o'ylayman metroni chiroyiga soya solib turibdi. Va rasm ko'rgan bo'lsanglar ham endi ham joylayman. Ko'pchilik rasmlarda shunchalik tarixga boy nima deydi, miniatyura rasmlarning yonida shunday zamonaviy tarzda ishlangan reklama banneri juda xunuk ko'rinib turibdi. Va bu qanaqadir tarzda kichkinaroq ishlanishi kerak yokida umuman nimalar rasmlarning yoniga umuman osilmasligi kerak deb o'ylayman. Va taassurotlar ko'rgan bo'lsanglar ham ko'pincha ba'zi bekatlarda, odam yo'q bekatlarda sekinroq va odam ko'proq bekatlarda kamerani o'zimga qaratgan tarzda chetroqqa o'tib gapirdim. Sababi bu hayajondan ham bo'ldi. Sababi shunchalik odam va hamma tabiiyki menga qarayotdi u yerda. Notabiiyli. Menimcha mendan boshqa hech kim unaqa metroni kameraga olib, rasmga tushirib yurgani yo'q edi, turistlardan boshqa. Shuning uchun menimcha nonormal ko'rindi ko'p odamlarga. Lekin bu asosiysi menga yangi experience bo'ldi. Nima deydi, umrimda sinab ko'rmagan narsam butun bir omma yonida shunday
bemalol gapirib vlog olib yurish. Va 5 soat metroda vaqt sarflagan bo'lsam, bunga bemalol arziydi deb o'ylayman. Va Toshkentga kimdir viloyatdan keladimi, boshqa yerdan ish yuzasidan kelgan taqdirda ham metrolarni aylanib chiqishni maslahat berardim. Sababi bu metrolarda qanaqadir oxirgi 100 yillik tarix jamlangan deb o'ylayman. O'sha mustaqillikdan oldingi davrlar va ba'zi yerlarda nima deydi? Adiblar ulug'langan joylar, shunaqa yerlarga borib bemalol aylanib ko'rishni tavsiya berib qolardim. Va shu bilan vlogimga yakun yasayman. Hammaga rahmat va bu kanalni kuzatishda davom etishinglarni so'rab qolardim. Va sizlar bilan Feruzbek Purmatov bo'ldim. Hammaga rahmat.